Bugungi oladigan videoyimiz chet davlatlardan mahsulotlar, tovarlar, qimmatbaho buyumlar olib keladiganlar uchun foydali bo'ladi. Chunki oldinlari bojxonaga kirganda, hozir ham ba'zi hollarda shunaqa, bojxonaga kirganda deklaratsiya to'ldirish kerak bo'ladi. Deklaratsiya to'ldirish uchun uzoq navbatlar kutish kerak bo'ladi. Qog'oz deklaratsiya bo'ladi va u uzoq vaqt talab qiladi. Uni to'ldirib, qo'lda yozib chiqishga ancha vaqt talab qiladi. Shuning uchun hozirgi vaqtda yo'lovchi deklaratsiyasi degan ilova hozir yo'lga qo'yilgan. Onlayn ravishda masofadan turib ham to'ldirish imkoniyatini yaratib beradigan qulay ilova yaratildi. Xo'p, masalan siz chet eldasiz, boshqa davlatda bo'lsangiz ham shu ilovani yuklab olib, shu yo'lovchi deklaratsiyasi ilovasini yuklab olib